5 yilgacha, 10 tagacha o'shanga qadam foizlar kamaytirish belgilangan. Yana yengillik. Qancha odamni ishi borsa, shuncha qizlar yengillashib boryapti-da. Ya'ni odamni o'zini, inson o'zini harakatga keltirish uchun qilingan ishlar. Shuning uchun sizlardan iltimos, hozir kriptolar ko'paygan, shu tanish bilishlarga, boshqalarga ta'rif qilishda sizlar joyi kelganda, ya'ni ko'chaga chiqib qilsangiz, masalan, bu boshqa narsalar, lekin joyi kelgan joyga masalan odam o'tiradi, mehmonda o'tiradi, to'g'rimi? O'rtoqlar bilan uchrashadi. Mana shu mahalla bo'yicha, qolgan mahalla bo'yicha farqi yo'q. Qaysi joyda bo'lsa, mana shu narsalar ishlayapti. Shularni ta'rif qilishda sizlardan ozgina iltimos qilyapmiz. Shunga yordam bersanglar. Endi bizning xodimimiz endi mana o'rganyapti bu ishlarni. Xudo xolasa 1-fevraldan boshlab ko'cha uyma-uy kirib chiqadi. Erinmasdan masalan bir kunda 20 ta uy, 20 ta uy kirib, gaplashib, qo'ldagi narsani ko'rsatib, mana shunday qilib chiqiladi. Yil bo'yi shu ish bo'ladi. Shuning uchun boshlanishda shu sizlardan iltimos, rahmat. Savollar bo'lsa, marhamat. Hozir beradigan narsalar bo'lsa. mutaxassislarimiz bor ekan, ularga mutaxassislar bo'lsa, chorni birinchi boshlagan shu chorniga tushib qolganmiz deydi. Davlat aytib turman, musulmon xalqi bo'laman. Salonni kengaytirmoqchiman. O'sha siz aytganlaringizni o'sha chorni men aytayotgan gapni sizga hech kim aytmasligi mumkin. Mana siz borasiz, mana masalan men ham bankda ishlayman. Bizda bir anov borda hammamizda. Biz masalan kirib olamiz, bankka borib 5-10-yilda olamizda grafika qo'yib kelamiz. Uni o'zimiz ham, masalan. Keyin qanday yapamiz? Oyda oxirida yapamiz. To'g'rimi? Biz ham shumizda. Oyda ichida yapamiz deymizda. Shu o'rtadagi farq bor-ku. Shuni ham anovga hisob olib, choriga kiritib yuboramiz. Biz shu tartiblarni berdik tepaga. Inson samilarni o'z muddatda, umumiy muddatda kiritib yopdi-ku. Uni cho'rni oqsachish beradi. Bu narsa bilan bo'lmaydi, bu tartiblar beradi, bu o'zgaradi. Endi haqiqiy cho'rni ispitga tushganda bu boshdan 5 yil. 5 yildan keyin 5 yildan keyin ochiladi. Endi bitta gap ketdi. Sizga mana chiqaradi-ku, bu qog'oz tagini o'qing. Kartani deb chiqaradi. Ana shu qog'oz tagini o'qinglar. Bu yerda soyashtirma boshqa narsa yozadi. Endi siz kengaytirmoqchi hozir ishlayaptimi? Hozir ishlayapti. Mana bizlar produktlarimiz ichida konkret o'sha ham bor. Hozir ham birda turibman-da. Bir o'sha yaxshi dedi. Men o'sha ta'rifni men davlat ichida ishlayman. Men o'ylayman, bu o'zman chiqarib chiqib. Aka, u yana ham yaxshi. Qarang, hozirgi aytayotgan kirklarimiz asosan bor-ku, sug'urta kafil, ya'ni yengil. Qarang, kengaytirish niyatida bo'lsangiz borki, murojaat qilib kengaytiring. Yana odam oling ishga, qo'shimcha qiling. Maqsad shu. Maqsad o'zi asl maqsad shu. Siz qo'lingizdan ish kelyaptimi? Atrofingizda odamlar ish. Shu asl maqsad shu. Mana o'zi savollarni mana ular hozir